Rossiyada qonli yo'tal tutadigan mikoplazmali pnevmoniya tarqaldi. Lenta.ru nashriga ko'ra, og'ir simptomlari bor bemorlarga 40 darajagacha isitma, haddan tashqari zaiflik va qonli yo'tal tashxislari qo'yilmoqda. Bunda Covid va gripp testlari manfiy chiqmoqda. Ma'lum qilinishicha, kasallik avval yengil holatlar bilan boshlanadi, biroq atigi 2 kun ichida odam o'rnidan tura olmay qolishi mumkin. Mazkur xastalikka chalinganlardan birining so'zlariga ko'ra, unga qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng mikoplazma pnevmoniyasi tashxisi qo'yilgan. Covid-19 va gripp bo'yicha testlar esa manfiy chiqqan. Ushbu kasal bilan og'ringan bemorlarning biriga bir hafta davomida antibiotiklar yordam bermagan. Bu vaqt ichida unda yo'tal xurujlari davom etgan. 5-kun yo'talganda qon izlari paydo bo'la boshlagan. Shifokorlar bemorda yuqori nafas yo'llarining o'tkir infeksiyasi tashxisini qo'yishdi. Qonli yo'tal qo'zg'atuvchi virus haqidagi xabarlar ortidan rossiyaliklar yana niqob kiyishga va zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslikka chaqirilmoqda.